Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Katel ishqibozlari, navbatdagi katelimiz Fabian 112 kilovatlik katelimiz bo'ldi. Katelimiz Turkiyada ishlab chiqarilgan Zavodskoy Fabian firmasini bunkerlik kateli bo'ladi. Katelimiz bir zapravka bilan kamida 3 kundan 5 kungacha avtomatik ravishda o'zi ishlab beradi. Katelimiz mana shunaqa holatda o'rnatildi. 66 gradusga chiqdi, 79 gradusga qo'yilgan. 60 gradusda ketyapti, 40 gradusda qaytyapti. Sistemalari mana shunaqa ravishda yig'ildi. Sistemani oldin ustalar qilishgan, sistemasiga ulab berdik mashinadan bu yog'ini. Mana shunaqa tarzda yig'ildi katelimiz. O'z ishlashlari ana shunaqa holatda ishlayapti. Ko'mir bilan hozir ishlash jarayonlari, teplameniklari, sifatli santexnika xizmatlari kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab o'rnatib, isitib beramiz garantiyasi bilan. Mana ishlashlari shu barko'l ko'mirda ishlayapti katelimiz. Mana teplameniklari holat.